Men shunaqa eshitganman, vallohu alam. Avvallari sahobalarni bir kuni yaxshi o'tsa, tashvishsiz o'tsa, qornlari to'q, uyqulari yaxshi bo'lsa, xavotir olib qolishgan ekanda. Ey Allohning rasuli, so'rayinchi biz Allohning esidan chiqib ketdikmi deb adashgan bo'lsam uzr, lekin mana shu narsa meni miyamda qolib ketganda, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalarga ketma-ket musibat sinovlar berar ekanda. Biza unga chiroyli sabr qilib, go'zal holatda chidab berishimiz kerak-da. Men bilaman, что sizlarning ham oranglarda juda ham ko'pchilik ayollarni boshida sinov bor. Kimdir erdan, kimdir qaynasidan, kimdir boshqa tomonlama, farzandidan, ishxonasidan har xil turi ko'p ularni. Biza bunga go'zal sabrda bo'lishimiz kerak va sizlarga niyatim, inshaalloh mana shu sabrlarimiz evaziga Alloh taolo oxiratda mukofotini bersin. O'zimiz kutmagan joydan shunaqa bir ajrlar kelsinki, qatdan kelyapti deb o'ylanib qolaylik. Eng zo'ri shu.